Davom etamiz. Oilaviy hayotda xotinning har biriga o'ziga xos burch va vazifalari, bir-birlariga nisbatan haq-huquqlari belgilab berilgan. Agar xotin bir-birlarining haq-huquqlarini tanimasalar, ularni poymol qilsalar, tabiiyki bunday oilada tinchlik va xotirjamlik yog'iladi. Janjallar boshlanadi. Buning oqibatida esa ba'zan o'ta ayanchli tugashi ham mumkin. Qashqadaryoda shunday bo'ldi ham. Xorijda bir necha yil ishlab kelgan mast erkak mehmonlar oldida ayoli va qizini qattiq haqoratlagan. Oqibatda ayol erini pichoqlab o'ldirgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Kasbi tuman sudida erining qotiliga aylangan ayolga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Mazkur ayanchli voqea tafsilotlari va sud jarayoni haqida muxbirimiz Shavkat Aminov so'z yuritadi. Sud zalida ko'z yoshlarini tiya olmayotgan bu ayolning faryodiga quloq tutish ham og'ir, ammo uni bu holga solgan jihat sodir qilgan og'ir jinoyati bo'ldi. U meni o'ldirmoqchi bo'ldi. O'zimni va qizimni nomusini saqlash uchun shu ishni qilib qo'ydim. Lekin atalab qilmadim. Joriy yilning 10-fevraldan 11-fevralga o'tar kechasi Kasbi tumanining Meset qishlog'ida dahshatli qotillik jinoyati yuz beradi. Ayol jahl ustida o'z turmush o'rtog'ining qotiliga aylanadi. Kechirishingizni so'rayman. Prezidentimizdan kechirim so'rayman. Hammangizdan sud hayotidan ham, erimni qarindoshlaridan ham. Xotinning urushini doka ro'molning qurishiga o'xshatishadi, biroq bu oiladagi holat butkul boshqacha bo'ldi. Sud hujjatlariga ko'ra 8 yil davomida xorijda ishlab yurgan uyga qaytgach qarindoshlarini ziyofatga chaqiradi. Ziyofat davomida mehmonlar qatori spirtli ichimlik ichgan mast bo'lib, xayoliga kelgan rashk tufayli avval talaba qizini, keyin ayolini xiyonatda ayblab, mehmonlar oldida badnom qila boshlaydi. Kurakda turmaydigan haqoratlar bilan ularni tahqirlaydi. Oilaviy janjalga aralashishni istamagan qarindoshlar uyini tark etishadi, ammo erkakning hovuri bosilmaydi. Ayniqsa o'z qiziga nisbatan aytayotgan so'zlari onani yurak-yuragiga tig' bo'lib sanchiladi. Qizini va o'zining sha'nini himoya qilgan holda kechqurun turmush o'rtog'i uyga kirib uxlayotganda uning oldiga kirib, u bilan yana janjallashib qolib, natijada uning qasddan o'ldirish maqsadida oshxona pichog'ini olib to'xtab, bo'yin sohasiga 2 marta urib, uni qasddan o'ldirgan. Sud jinoyat ishi yuzasidan to'plangan hujjatlarni atroflicha o'rganib, yakuniy hukmni e'lon qildi. Unga ko'ra ayolga nisbatan 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Suddagi pushaymonlik ko'z yoshlari albatta yuraklarni pora qildi, biroq qonun har qanday jinoyatga nisbatan jazo muqarrarligi ta'minlanishini talab qiladi. Shu o'rinda o'sha ziyofatda bo'lganlar o'z tinchini o'ylab, xotinni o'z holiga tashlab qo'ymasdan, ularni murosaga keltirishga harakat qilishganida balki bu mudhish holat yuz bermagan va bolalar ota va ona mehrisiz qolmagan bo'lardi. Bunisi endi ularning vijdoniga havola.